Hop, ismim Abdumannon. 1976-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Savdogar oilasida otam savdo xodimi bo'lgan, 40 yillik. Ularni otalari ham savdogar bo'lgan. O'sha yoshligimiz Sovet ittifoqiga to'g'ri kelgan. O'sha maktab paytlarimdan yozgi ta'tilda ishlab pul topishga qiziqqanman. Rosa odamga aytardim, o'sha ish topib bering, men borib ishlayman deb. Hamma ko'chada o'ynasa, men shu ishlab pul topgim kelgan. Hatto shunaqa bo'lgan, bir necha kun vulkanizatsiyada ham ishlaganman. O'rtog'im shu vulkanizatsiyada ishlaganda yoshlikdagi do'stimiz bo'lardi. O'sha bilan birga ishlab, shu og'ir ish bo'lsa ham 13-14 yoshlarim edi. Og'ir ish bo'lsa ham o'sha yerda ishlab pul topib uyga olib kirganman. Maktabni bitirgandan keyin amakimga shogird tushganman va bir yilcha u yerda ayollarning kiyimi gazlamalar bo'yicha ishlaganman va o'sha bir yilcha ishlagandan keyin sal ozgina tajriba orttirgandan keyin o'zim alohida chiqib latok qilib boshlaganman ishni. Keyin o'sha Farxatskiyda bir eski do'konimiz bo'lardi. Do'konni yurg'izganman. Shunaqa qiyinchilik paytlar bo'lgan. Eski do'konida orqasida hovlisi bo'lardi. Shu hovlisiga yengicha qilib qurasizlar deb aytilgan. Keyin o'sha orqasiga zo'r qurib amallab, o'sha bilan boshlangan. O'sha 96-yillarda. Adam menga qo'y berganlar. Qo'y berib, mana o'zing nima qilsang qilgin deb. Keyin o'sha paralondan boshlaganmiz. Yumshoq mebel ishlatadigan paralondan boshlab, keyin u paytdan mustaqillikning yangi bo'lgan paytlari mollar yo'q, qurib qolgan hamma yoq. Import kelmaydi. Misol uchun o'sha mebellar ham import bo'lmagan o'sha paytlar. Xomashyosi ham boshqasi ham o'sha paralon o'zida chiqardi. Jomiyda zavod bor edi, arablar chiqarardi, angliyskiy оборудованиеda. O'sha arablarni paralonni olib kelib sotish bilan boshlaganmiz. Keyin o'sha mijozda kim o'sha mebel, yumshoq mebel ishlab chiqaradigan mijozda kelgandan keyin biz shunaqa mebel chiqaramiz. Joyingiz bor ekan, qo'yaylik, 150 kvadratlik joyimiz bo'lardi. Paralonni o'zi keyin bo'p tikka qo'yamiz deb sotishni boshlaganmiz. Shunaqa ediki, o'sha kelgan kuni sotilardi. Umuman sifat haqida gap yo'q. Shunda olib keldim, ertalab olib kelsa obedgacha sotiladi, obedda olib kelsa kechgacha sotiladi. Shunaqa darajada bo'lgan. Endi uni hech kim buni o'ylamagan, sifat qanchaga yetadi deb o'ylagan. Bormi, bor bo'ldi. Quruq, import yo'q, do'konlar bo'sh. Mustaqillikdan keyin o'sha nima bo'lsa ketavergan, xullas. Va sifat haqida bitta gap bo'lmagan. Keyin bir necha yil shunaqa ishlab turganmizda, keyin 2002-yilda materialni qo'shib turib, shu sohaga chuqur kirganmiz. O'sha yumshoq mebel uchun nima bo'lsa, o'sha hammasini kelayimida, oyog'imida, mexanizmida hammasini sekin-sekin tiqishni boshlaganmiz. 2002-yildan boshlab 2010-yilgacha juda katta o'sish bo'lgan. Konkurentlar ham kam edi, payt 2-3 ta edi. Shunaqa qilib keyin qanaqasi bo'lsa sotaverardik, arzoni ham, qimmati ham bo'laveradi, hammasini sotaverardik. Keyin 2015-yilga kelib, keyin brend qilish kerak ekan, qanaqadir boshqadan ajralish uchun deb keyin brend qilganmiz. Ardotex brendini qilganmiz. Keyin brend qilgandan keyin savollar tug'ilishni boshlagan. Brend qildik. Endi sotayotgan mahsulotimiz qanaqa bo'lishi kerak degan qanaqadir bo'linish bo'ldi. Keyin arzon mahsulot sotmaymiz dedik, faqat yaxshi mahsulot sotamiz, sifatli mahsulot sotamiz deb o'sha paytda faqat shu yoqqa burdik. Uncha klientlar yo'qotildi, ya'ni o'sha arzon segmentdan voz kechdik o'shanda. Biz o'sha sotadigan mahsulotimiz qanaqa, o'zimizga ravo ko'ramizmi yo'qmi, o'zimizga ravo ko'rsak sotamiz, bo'lmasa sotmaymiz. Chunki uni tavsiya berish kerak mijozga, o'zingga yoqmagan mahsulot qanaqa tavsiya berasan deb o'shadan kelib chiqib turib, o'sha sifatli narsaga o'tib ketdik. Garchi katta yo'qotish bo'lsa ham. Ardotexda bizda nima mahsulotlar mavjud? Ardotexda bizda yumshoq mebel uchun ishlatiladigan hamma sifatli mahsulotlar mavjud. Nima ketsa o'sha hammasi va asosan harakat qilamiz bozorda yengillik qilishga. Va bizani ham shu ko'p mijozlar bular yengillik qiladi deb tanigan. Ya'ni biz hech qachon boshqa konkurentdan nima sotyapti, men ham sotaman degan narsa qilmaymiz biz umuman. Faqat biz o'zimiz yengillik qilamiz. Buni qiyin tomonlari ko'p, lekin o'sha bizlarning anaqamiz shunaqa yengil. Qachonki nimadir olib kelamiz, yengillik qilib u narsa yurib ketadigan bo'lsa, keyin ba'zi bir konkurentlarimiz ko'chiradi bizani. Ko'p holatda o'sha xodimlar, "Mana bular ko'chiribdi bizani, mana bu dizaynni ko'chiribdi, mana buni ko'chiribdi" deb kelib qoladi. Keyin ularga aytaman, "Voy, u xafa bo'lmang, xursand bo'lgin. Demak, bizdan ko'chiryaptimi-ki, bizani yetakchiligimizni tan olyapti bu sohada.
ya'ni biz shu yengilliklar qilib yetakchiligimizni ta'minlayaptiki, bizdan ko'chiryapti. U hech qachon bizdan o'tib ketmaydi, bizdan ko'chirgandan keyin uni salla xursand bo'ldilaring. Shu yengillikni bosib bu yog'iga, mayli o'ssin, shu mebelchilar o'ssin asosiysi. Tovarlarni Rossiya, Turkiya, Polsha va Xitoydan olib kelamiz va showroomda tayyor mahsulotlar ham qilib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha mebelchi kelganda materialni tayyor mahsulotda qanaqa ko'rinadi, ko'ra oladi va qanaqadir hosil bo'ladi. O'tirib ko'radi, uni ushlab ko'radi. Baribir material holatida uni bila olmaymiz, u qanaqa turadi mahsulotda. Shuning uchun mahsulotlarda bemalol ko'ra oladi. Klientlarni ham olib kelib, zakaz olayotganda uni ko'rsatib, mana material, mana bunaqa fason deb o'tkazib ko'rib, bemalol bu yerda ham o'zini showroomidek foydalansa bo'ladi. Shunaqa erkinlikli qilib qo'yganmiz. Men bu blogimda mebelda qanaqa xomashyolardan foydalangan yaxshi, mebel zakaz qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, mebel sotib olayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa qilib tayin tuturug'i yo'q mebelchiga uchrab qolish kerak emas, hammasini shular haqida ma'lumotlar yetib boraman qo'ldan kelgancha 28 yillik tajribamdan kelib chiqib. Blogimga podpiska tashlab qo'yinglar, foydali bo'ladi, xudo xohlasa.